Valkotsi gazetining yaqinda e'lon qilgan bir maqolasiga asoslanganda, Xitoy rasmiy hujjatlar va Kompartiyaning tashviqotida atalmish Millatlar Ittifoqi nomi ostida Osmolasiya planini texnik kuchaytgan. Xabarda Xitoyning Sharqi Turkistondagi kollektiv nazorat qilishning kuchayotganligi va jazo lagerlarida kishilarni xohlagancha tutib turish nisbatining Ikkinchi dunyo urushidan buyongi eng yuqori saviyaga yetganligi bayon qilingan. 2016 yildan boshlab Xitoy doiralari Sharqi Turkiston rayonida minglagan yangi soqchi punkt qurib, yuqori texnikalik kuzatish uskunalari bilan lager va tutib turish aslahalarini ta'sis qilgan va Uyg'ur musulmonlarining faoliyatini misli ko'rilmagan darajada nazorat qilgan va cheklagan. Maqolada yana Xitoyning yaqinda Sharqi Turkiston va Ishki Mong'oliyada terrorlik siyosatini yo'lga qo'yganligi, Uyg'urlarga o'xshash Mong'ol tili tadrijiy amaldan qoldirilib, Xitoy tilidagi o'qitish materiallarini qo'llanishi talab qilinganligi ta'kidlangan. Avstraliya Kengash palatasi 2020 yillik tamojni o'zgartirish kirgizilgan loyihasi Uyg'ur qo'l ishchilari mahsulotini import qilishni cheklash qonun loyihasi uchun yig'in o'tkazib isbot anglashni qaror qilgan. Navbatda Kengash palatasi loyihalarni to'playotgan bo'lib, to'plash muddati 2021 yili 5 aprelga chiqqan. Kengash palatasi 2021 yili 12 mayda Tashqi ishlar, mudofaa va savdo komitetiga isbot anglash doklati topshirdigan. Bu harakatni qanot yaydirgan Avstraliya Kengash palata a'zosi Rex Patrickning bildirishicha, Avstraliya parlamenti Xitoyning Sharqi Turkiston rayonida Uyg'urlarga qaratgan paketlik dafsandichilik qilmishlariga qarshi turib, xalqaro jamiyatning zamonaviy qulluqni to'xtatish tirishchanligini qo'llash uchun qat'iy maydonda turish kerak ekan. Xitoy elektronlik savdo magnati Alibabaning qurg'uvchisi Ma Yunning 2 oydan buyon ommaviy so'ringa chiqmaganligi, uning baholag'uchilar umiki bo'ladigan televiziya programmasining eng oxirgi qismini qo'ldan berib qo'yishi ijtimoiy taratqularda g'ulg'ul qo'zg'adi. Beijingning Alibabaga qo'ygan cheklamasi bu vaqtdagi gumonlarni texnik kuchaytirdi. Egilenishicha, Xitoyning dunyoga taniqli korxonasi oktyabrning oxirida Shanxayda ochilgan munbarga qatnashgandan buyon ommaga ko'rinmagan. Mayun bu munbarda Xitoy hukumatining tuzumi va nazorat qilish sistemasini tanqid qilgan. Xitoydagi eng boy kishi Mayun pul muomala sistemasi va bozorni nazorat qilib boshqarish organlarining yangilik yaratishni bo'g'ib qo'yganligini bildirib, taraqqiyotni tezlatish uchun islohotning lozimligini aytgan. Natijada Alibaba qarmog'idagi cho'mili guruhining 37 milliard dollarlik ommaga pay cheki tarqatishi to'xtatilgan. Xitoy Amerika Kengash palatasida ma'qullangan davlat mudofaa huquq berish qonuniga inkas qaytardi. Yer shari vaqt gezitining xabar qilishicha, Xitoy davlat mudofaa ministrligi Amerika Kengash palatasida tasdiqlangan loyiha haqida bayonot e'lon qilgan. Bayonotda buning so'g'uq munosabatlar urushi ruhiy holatini aks ettirganligini, bu qonun loyihasining Xitoyning ichki ishlariga aralashganligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerika prezidenti Donald Trump 2020 yili 23 dekabr parlamentda ma'qullangan 740 milliard dollarlik 2021 yillik mudofaa xomchot qonun loyihasini rad qildi. Davlat mudofaa xomchoti Xitoyga qarshi Tinch okean tashabbusi barpo qilishni planlangan bo'lib, endi Tinch okean armiyasi qo'mondonlik organining xomchotiga Amerikaning Tinch okeandagi harbiy kuchini kuchaytirish va rayondagi sherik va ittifoqdoshlarni qo'llash uchun qo'shimcha 2 milliard 200 million dollar mablag' ajratilgan. 2017 yili dengiz qo'ltiqi rayonida boshlangan kriz mezgilida barliq munosabatlarni uzgan Saudiya Arabiston bilan Qatarning Fars qo'ltiqi hamkorlik kengashi boshliqlar yig'inidan ilgari chegarani qaytadan ochishga qo'shilganligi e'lon qilindi. Kuvayt hukumati Kuvayt amiri Nawaf Ahmad al-Sabahning Qatar amiri Shayx Tamam bin Ahmad al-Sani va Saudiya Arabistonning vali ahdi Muhammad bin Salman bilan telefonda suhbatlashganligini e'lon qildi. Bayonotda dushanba kuni kechdan boshlab ikki davlat o'rtasidagi barliq chegaralarni ichish to'g'risida kelishim hosil qilinganligi va Saudiya Arabiston bilan Qatar o'rtasidagi barliq masalalarni hal qilish uchun murassa qilinganligi e'lon qilindi.